Assalomu alaykum, Navro'zon Flowers obunachilari. Bugun kunlaringiz yaxshi boshlandimi? Kunlaringiz chiroyli bo'lib, yozning issiq kunlarida ham chiroyli bo'lib o'sib turibdimi? Ko'zlaringizni quvontirib, mana men ham hovliga chiqarmaydigan gullarimni uyda saqlayman. Ayniqsa ko'paytirgan tomirlari, ildizlari endi chiqqan gullarimni issiq havoga chiqarmayman, chunki darrovda o'zini yo'qotib, chiroyini ham yo'qotish mumkin. Shuning uchun bu gullarimni uyda saqlayman. Golland aglonemalarni, yangi ko'paytirganlarimni, mana bu difinbaxiyalarni. Mana shunday qilib lampani tagida chiroyli bo'lib o'sib turadi gullarim. Bularga men dori bermoqchi edim. Qarasam tayyorlab bo'libman. Keyin esa sizlarga video rolik qilish esimga tushib qolib, shunchaki og'zaki bir ko'rsatib o'tmoqchi edim. Mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz, gullarim hammasi chiroyli bo'lib o'sib turibdi. Yangi bargchalarni chiqarib, hammasi adaptatsiyadan o'tdi. Ildizlari stakanliklardan ko'rinib turibdi. Endi bularga dorli suv bersak bo'ladi. Yangi ko'paytirgan gullaringizga bermay turasizlar, faqat karnevin bersalaringiz foydali bo'ladi. Bunga men birinchi bo'lib suvdan aytadigan bo'lsam, bu suvimiz konditsionerning suvi. Konditsionerimizdan tomchilab turadigan suv bor-ku, ana shu suv yomg'irimizni yumshoqqina suv miqdoriga to'g'ri kelar ekan. Yomg'ir suvimiz yumshoq bo'lar ekan. Konditsioner suvi ham xuddi sterillangan suv hisoblanar ekan. Gullarimizga juda foydali. Men har yili yozda shundan foydalanaman. Hech qanday ziyon bermaydi. Sizlarga ham maslahatim, agar konditsioneringiz bo'lsa, shunday suvlardan bemalol dorli suvlar qo'shsalaringiz, undan da yumshoq bo'lib, dorli suvlarimiz juda zo'r so'rilar ekan. Barglariga ham juda zo'r foyda berar ekan. Ayniqsa variegatnosti bor gullarimizga yomg'irli suv, keyin mana shu konditsionerli suvlarimizga ozgincha dorilarimizdan yarim dozada, masalan 1 litrga 2 gram qo'shsak, NPKni 1 gram qo'shamiz yoki yarim gram. Ozgincha qoshiqda uchida qo'shamiz. Tayyorlab variegatni gullarimizni bersak, mana shu yumshoqqina suvdan juda zo'r dorilari so'rib oladi. Endi o'zimdan kelib chiqqan holatda foydasi bo'lgani uchun sizlarga ham maslahat beryapman. Mana Kemerolupusni berdim. Orqasida yozib qo'yilibdi. Bitta osh qoshiq to'llasi 20 gram ekan, 10 litr suvga tayyorlanar ekan. Orqasida bemalol yozilgan. Keyin esa yantarka qo'shdim men ham ozgincha. Rosa ko'p emas. Stimulyator bu, tomirlarni yaxshi yurish uchun. Qoshiqda uchida deganda mana shu osh qoshiqda uchida yantarka qo'shdim. Mana bu idishim esa hamisha dorli suv beraman gullarimga. 7-8 litr, 10 litr chiqmaydi. Shuning uchun men yantarkani qoshiqda uchida qo'shdim. Kemerolupusni to'lar to'lmas yarmida qo'shdim. Chunki 10 litr emas. 10 litrga bir qoshiq 20 gram bo'lsa, men yarmidan ham yarmini qo'shdim, chunki bu 10 litr emas. Yarim dozada beraman. Gullarimda variegatnestlari yo'qolib ketmasligi uchun, yashilliklari ko'payib ketmasligi uchun. Mana qarang, golden philodendronlarimiz ham rosa chiroyli bo'lib o'syapti. Difinbaxiyamiz yashil bo'lib ketmasligi uchun bu Gollandiya pochtadan urinib kelgandi, lekin Xudoga shukr chiroyli bo'lib o'sib boshladi. Barglarini chiroyli yozib, uringan barglarni bitta-bitta tashadi. Joyiga yangi barg chiqardi. Mana Golland aglonemalarimiz ham hammasi yangi barglarini chiqaryapti. Bularga ozgincha yordam beramiz. Endi gruntlari namligi bor. Dorli suv berib tursak, o'zlarini chiroyli qilib o'sadi, o'stiradi. Barglari ham chiroyli bo'ladi. Mana bularni ham ko'paytirishga qo'ygandim. Philodendron hastatum kulrang chiroyli bo'lib o'syapti. Mana bu stripes. Buni ham ko'paytirishga qo'yganim, yangi bargi mana shular ham. Shunday qilib yangi barglari chiqsa, mazza qilib tomosha qilib o'tirasizlar gullaringizni. Mana bular ham rosa chiroyli bo'lib o'syapti.
ko'zimizni quvontirib. Shuna qilib, hozir mana bu tayyorlagan suvimizni rangini bir ko'rsatay sizlarga. Ertaroq tayyorlabman, keyin esa video olish esimga tushdi. Mana shunday ochiq rangda bo'lishi kerak. Hozir ozgincha yana suvdan olay. Mana juda qizil emas, juda ochiq emas, o'rtancha. Bu yomg'irli suv desak ham bo'laveradi, chunki konditsioner suvi yomg'ir suvi bilan teng ekan miqdori, foydaliligi. Shuni hozir gullarimizga berib chiqaman. Ildizlari yaxshi ko'ringan, ko'paytirgan gullarimga ham foydasi ko'p. Bunga xohlasangiz bu suvga, xohlasangiz gummi pastasidan qo'shsangiz ham bo'ladi, fitosporinli suvdan ham qo'shsangiz bo'ladi, pastasidan. Karnevin ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Hech qanday ziyoni yo'q, faqat gullaringizni tuprog'i salgina nam bo'lishi kerak. Shundagina chiroyli bo'lib o'sadi. Mana gullarimiz tagida tuprog'i nam. Mana ozgincha quyib chiqaman. Kunlar issiq, 2 haftada bir berasizlar bu dorini. Haftada 3 kun, 2 kunda suv quysangiz, oddiy suv, 2 haftada bir tagi tuprog'i namligiga qarab dorili suv berib ketaverasizlar. Chiroyni yanada ochadi. Mana foydali bo'lgan bo'lsa xursand bo'laman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.